Bizning Sichivan Changdodagi tijorat vaqtincha oyoqlashdi. 5 kun. Men davlat bayrami munosabati bilan Şinjan qaytmoqchi. Qishqa Yangshaga cho'ng mashina rimnatxonni biz ochgan, ko'pincha onlarning xavri va oldin qatim film chiqargandim. Madom shu bayram munosabati bilan Qishqa chiqib ketib, shu rimnatxonning ichilish marosimini mashina ijara qilgan shirkatimningki 1 yillik ichilish marosimini o'tkazgach, men mo Qishqaga qaytma. 5-inchisi Qishqa Yangshada bizning shirkatning ichilish marosimi bor. Bizningki mashina asrash rimnatxonimizningki ichilish marosimi bor. Qishqa tavalligidan meyli Yangshadan bo'lang, meyli Yangsadan bo'lang, meyli Makitdan bo'lang, meyli Qishqa tavasiniki nereden bo'lib qolsanglar, Qishqa Yangsha kelish imkoniyating bo'lib qolsa, mendan bundan burun sitib olgan mashinang bo'lib qolsa, deb aytgasanglar mashinangninki bo'yansini, jiyolarini 5-inchisilar naq maydonda shirkatning ichilish marosimi bo'ldi. Shu kunning o'zida bir ko'y olmagan asosda haqsiz bo'yanlarni qilib, jiyolarini almashtirib, sizlar meni qo'llab keldinglar, men sizlarni qo'lga asosda almashtirib berib, chiroyli mehmon qilib yo'lga sepib qo'yma. Endi ikkinchi deydigan gapim, Sichivan Changdodda mashina saldurmoqchi to'q, sizlar ham do'yindilam ko'rgan, sizlar bir restoran emili ko'rishib, bu da Changdodga kelgan vaqtingiz mashina seppasangiz bo'ldi degan turdoshlar bilan qo'yib qolsanglar, yana davomli 5-inchisilar, 10-ayning 5-inchisilar Qishqa Yangshadagi bizning Liga avtomobil asrash klubimizda sizlarni saqlayman. Menda mashina qolib qo'yib qolsanglar, undarga qilsanglar, men do'konning dingisini, adresini yo'llab beraman. 10-ayning 5-kunisi ko'rishimisak hisob emas. Men mo aytishlik bo'l Şinjan qaytma ehtikam bilan qaytib yana 8-inchisilar men davlat bayramidagi yana Changdodga kelib Şinjanning har qaysi joylariga davomli mashina salamas. Bugun endi tijoratniki eng oyoqlashgan kuni. Bugun Şinjanning har qaysi joylariga mangdurgan 9 ta mashina bor. Hozir to'yimiga bir besit emas. Qishqa Yangsha Erimdan setilgan mashina oqshom Pongyochanga chiqargan. Hozir to'yimiga bir besit emas. Mavo edigan do'yon chiqargan Jili Dixov. Ma'mi Qishqa Yangshaning Erimdan setilib ketdi. Bir qizchaqqa satdiq buni. Bak Guangchi GS4 Qishqa yaqin diyarga besilib mangda tunga do'yon chiqargan Guangchi GS4 shu. Ma Siyarvi G'ulji setilib ketdi, G'ulji diyarga mangda. Ma Libosellang shu Xibeyning Wuhan setilib ketdi, bizniki kebabchilik qilgan. Shu ishkirlik bola setilib ketdi, buni Xibey Wuhanga mangdirib beramiz. Ma Nixon sho'ya tunga do'yon chiqargan mashina shu. Qishqa Yangsa setilib ketdi, buni to'yim bo'lib hozir mangda. Ma Qishqa diyarga setilib ketdi, 19 gazlik Sutong. Ma hozir to'yim bo'lib mangda. Ma bu Qishqa Pazvat setilib ketdi, ma hozir to'yim bo'lib mangda. Makitninki qana? Tugana. Makitning tugansi oldimizda umma besmangda bugun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta mashina Şinjan qaylab yo'lga chiqish oldi turibdi. Unda bo'lsa qo'llab bergan turdoshlar rahmat. Chin ko'nglimda rahmat aytaman. Gönjö qilmag'ali gönjö qilinglar. Unda bo'lsa 10-ayning 5-kunisi Qishqa Yangshad ko'rishdik. Rahmat.